Albatta, bunday super golni Zlatan Ibragimovichdan boshqasi ura olmasa kerak. To'g'risini aytsak, Zlatan Ibragimovichni har xil ajoyib va g'aroyib tarzda urgan gollari juda ham ko'p. Lekin mana bu goli Buffon darvozasiga urilganligi uchun ham bizning reytingimizda 2-o'ringa loyiq topildi. Haqiqatan ham asrimizning eng chiroyli gollaridan biri aynan Zlatan Ibragimovich tomonidan urilgan. Birinchi o'rin. Sizlarni bilmadim-u, lekin men uchun 20-asrning eng chiroyli gollaridan birini Roberto Carlos urgan. Aynan uning mana shu super golini takrorlash juda ham qiyin. Balki bu yerda Carlos jamoadoshlariga uzatmani amalga oshiraman deb tasodifan super golga mualliflik qilgandir. Lekin men Roberto Carlosning o'yinlarini tomosha qilgan inson sifatida shuni aytishim mumkinki, bu yerda Roberto Carlos katta ehtimol bilan darvoza to'rini nishonga olgan va uning super zarbasi super golga aylanib ketgan. Nima deb o'ylaysiz? Bu gol birinchi o'ringa arziydimi, arzimaydimi? Bu